Yupiterning ichida Yerdan kattaroq okean bo'lishi mumkin, ammo suv emas, bo'ron okeani. Soatiga minglab kilometr tezlik, to'xtovsiz aylanadi, hech qachon to'xtamaydi. Yupiterga yaqinlashgan hech bir apparat tinch qola olmadi. Radiatsiya hamma narsani kuydirib yuboradi, hatto metall ham dosh berishga qiynaladi. Keyin olimlar bir narsani payqashdi. Bu sayyora shunchaki katta emas, haddan tashqari ulkan. Ichiga 1300 ta yer sig'adi, ammo hali ham buni to'liq tushuntirib bo'lmayapti. Eng qo'rqinchli tomoni esa boshqa narsada. Yupiter bo'lmaganida Yer balki mavjud bo'lmasdi, chunki bu ulkan sayyora doimo himoya qiladi, asteroidlarni o'ziga tortadi, koinotdagi o'q kabi toshlarni yutib yuboradi. 1994-yilda unga bir kometa urildi. Portlash Yerdan kattaroq edi. Yupiter esa shunchaki davom etaverdi. Bulutlar ostida nima borligi noma'lum. Olimlar hali ham aniq bilishmaydi. Ba'zilar ulkan okean bor deb o'ylashadi, ba'zilar esa metall vodorod, ya'ni suyuq metall. Uning bir tomchisi ham aql bovar qilmas darajada og'ir bo'lishi mumkin. Elektr energiyasini ishlab chiqarayotgan bo'lishi mumkin. Sayyoraning yuragi hali ham jumboq va balki eng dahshatli haqiqat shudir. Yupiter haqiqatdan ham sayyora bo'lmasligi mumkin.